Assalomu alaykum, hurmatli o'rganuvchilar. Navbatdagi video darsimizda biz siz bilan o'tgan darsda ko'rib chiqqan if, else if'lardan foydalanib bir amaliy mashg'ulot bajaraylik. Hamma darsimiz nazariy bo'lsa ham qiziq qolmaydi. Xo'p, bugungi darsda biz siz bilan kiritilgan songa bog'liq holda hafta kunini chiqarish dasturini tuzib ko'raylik. Ya'ni bir kiritsak birinchi hafta kuni dushanba, 3 kiritsak chorshanba, 7 kiritsak yakshanba, 16 kiritsak misol uchun bunday kun mavjud emas, bunday kunni bilmayman kabi javob chiqaradigan dastur tuzib ko'raylik. Xo'p, boshladik. Const. Demak, birinchi funksiyamizni yaratamiz. Endi hamma mavzularimizni funksiyalar bilan tushuntirishimga sabab funksional dasturlash dasturni tushunarliroq bo'lishiga xizmat qiladi. Shuning uchun shu yo'ldan boryapmiz. Xo'p, o'zgaruvchimiz, ya'ni funksiyamizni qanday nomlaymiz? Endi oldingi darslarimizda o'zbek tiliga o'tib ketgan edik. Keling shu kungi amaliy mashg'ulotimizni ingliz tilida o'zgaruvchilarni nomlaymiz. Xo'sh, haftaning qaysi kuni which day of the week bo'ladi? Shundan kelib chiqib which day of the week degan funksiya yaratadigan bo'ldik. Which day of the week teng. Va bunga biz beradigan parametrimiz haftani kunini nomeri, raqamini yubormoqchimiz. Demak, buni week day number deb nomlasak menimcha xato bo'lmaydi. Va ana endi figurali qaus ichida funksiyamizni tanasini yaratishni boshlaymiz. O'zgaruvchi yarataylik va hafta kuni degan bitta o'zgaruvchi yaratamiz va unga kiritilgan songa bog'liq holda qiymat beramiz. Hozircha weekday o'zgaruvchisini yaratdik, unga qiymat bermay turamiz. Qiymat weekday numberga bog'liq bo'ladi. Agar shu weekday number teng bo'lsa 1 ga, u holda nima bo'lishi kerak? U holda weekday dushanba bo'ladi. Weekday teng bo'ladi dushanba. Endi agar weekday number 1 emas 2 bo'lsa-chi, ya'ni else if. Endi keyingi shartimizni tekshiramiz. Ya'ni weekday number teng bo'lsa 2 ga. U holda nima qilish kerak? U holda weekday teng bo'ladi seshanbaga. Xuddi shunday holda barchasi uchun yozib chiqamiz, pauzaga qo'yib. Mana yozib chiqdik. Ya'ni else if weekday 2 bo'lsa seshanbaga, weekday number 3 bo'lsa chorshanbaga, 4 bo'lsa payshanbaga, 5 bo'lsa juma, 6 bo'lsa shanba, 7 bo'lsa yakshanbaga dedik. Ya'ni mavjud variantlar shular. Endi bundan tashqari yana nimadir foydalanuvchi boshqa son berishi ham mumkin. U holatni else yordamida weekday teng, masalan bunday kun yo'q yoki bunday kun mavjud emas deb chiqarsin. Bunday kun mavjud emas. Ya'ni 18 kiritilganda, ya'ni 1-7 oralig'idan boshqa son kiritilganda mana shunday holat bo'lishini xohlaymiz. Ana endi mana bu joyda hozir bizni funksiyamiz mana shu joyda edi. Endi bundan keyin oxirida javob qaytarish, ya'ni nimani qaytarish kerak? Bizni dasturimiz qaytarish kerak weekdayni, ya'ni hafta kunini qaytarishni xohlayapmiz. Ana endi buni ishlatib ko'rishimiz qoldi. Ya'ni funksiyadan tanasidan tashqariga chiqamiz va console log yordamida dasturimizni ishlatib ko'ramiz. Xo'p, funksiyamizning nomi which day of the week va bunga biz qandaydir sonni yuboramiz. 3 sonini yuboraylik. Ishlatib ko'ramiz. Mana chorshanba chiqdi. 3 ni o'rniga 7 yuborib ishlatib ko'rsak, yakshanba chiqdi.
va buni o'rniga 12 yuborsak, bunday kun mavjud emas chiqdi. Endi agar xohlasangiz bu dasturimizni yana mukammalroq qilaman desangiz, 12 ni ham 23 ni ham qabul qilib to'g'ri natija chiqarish mumkin. Masalan, 14 bu 7 ga karrali, demak, o'shani bo'lib 7 ga bo'lib qoldig'iga qarab chiqaradigan qilishimiz mumkin. Biz sonning qoldig'ini foiz yordamida, foiz belgisi yordamida chiqarishni ko'rgan edik. Istasangiz bu ishni o'zingiz mustaqil bajarib ko'ring. Ya'ni 12 kiritilganda 7 ga bo'lib qoldig'i 5, 5 bu juma. 23 kiritilganda 7 ga bo'lamiz, qoldig'i 2, 2 bu seshanba. Mana shunday tarzda, ya'ni avval qoldiq 7 ga bo'lishni qoldig'ini olib, keyinchalik u bilan ishlaydigan dastur tuzishingiz mumkin. Lekin e'tibor qiladigan bo'lsak, bu yerda hozir tuzgan dasturimizda anchagina chalkashlik bor, ya'ni bitta if, else iflar yordamida ichma-ich bir qancha dastur kodlari yozildi. Albatta biz o'tgan darsimizda ham qisqacha aytib o'tgan edik. Bu kabi vazifalar, bu kabi topshiriqlar if else yordamida emas, switch konstruksiyasi yordamida qulayroq, tushunarliroq, soddaroq bajariladi. Bu haqida biz keyingi darslarimizda gaplashamiz. Shuning bilan ushbu darsimiz yakunlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.